Assalomu alaykum briefing qatnashchilari. Bugungi mavzumiz davlat xizmatlari 3 qadam tamoyili: oddiylik, tezkorlik va qulaylik sari dadil qadam. O'zbekiston Respublikasi hukumat tomonidan so'nggi yillarda davlat xizmatlarini soddalashtirish, fuqarolarga qulay va tezkor xizmatlar taqdim etish bo'yicha qator islohotlar amalga oshirilmoqda. Ayniqsa 2024-yil oxirida Vazirlar Mahkamasining qaroriga asosan joriy etilgan 3 qadam tamoyil asosida davlat xizmatlarini yangi bosqichga yondashuv sifatida e'tirof etilmoqda. 3 qadam tamoyili nimani anglatadi? 3 qadam tamoyili bu davlat xizmatlaridan foydalanish jarayonini 3 ta soddalashtirilgan bosqichga ajratish orqali xizmatlarni tez va samarali ko'rsatishga qaratilgan yondashuvdir. Ariza topshirish xizmatdan foydalanmoqchi bo'lgan fuqarolar yoki yuridik shaxs arizani DXM yoki MyGov.uz portali orqali topshiriladi. Ko'rib chiqish vakolatli organ xizmatga oid hujjatlarni ko'rib chiqadi va qaror qabul qiladi. Natijani taqdim etish, tayyor hujjatlarni yoki xizmat natijasini mijozga topshirish yoki elektron shaklda taqdim etiladi. Ushbu tamoyil asosida soddalashtirilgan xizmatlar yangi reglamentga muvofiq 100 dan ortiq davlat xizmatlari 3 qadam tamoyiliga asoslangan tarzda soddalashtirildi. Ular orasida quyidagilar bor: tug'ilganlik haqida guvohnoma olish, nikohni ro'yxatga olish yoki bekor qilish, avtotransport vositalarini ro'yxatdan o'tkazish, kadastr hujjatlarini olish, tadbirkorlik subyektlarini ro'yxatdan o'tkazish, kommunal xizmatlarni ulanish, elektr, gaz, suv va hokazo. Tamoyilning afzalliklari: oddiylik, har bir xizmat uchun aniq standartlashtirilgan tartib mavjud. Fuqarolar chalkash jarayonlarsiz kerakli xizmatni oladi. Tezkorlik, xizmat ancha qisqa muddatda taqdim etiladi. Ayrimlari 1-2-3 kun ichida. Ochiqlik, fuqarolar har bir bosqichni onlayn kuzatishi mumkin. Bu esa xizmat jarayonining shaffofligini ta'minlaydi. Tashriflar soni kamayadi. Bir xizmat uchun bir necha marotaba idoraga borish zaruriyati yo'qoladi. 2024-yil yakunlariga ko'ra 3 qadam tamoyili asosida ko'rsatilgan xizmatlar soni keskin oshdi. Masalan, MyGov.uz portalida 12 milliondan ortiq foydalanuvchi ro'yxatdan o'tgan bo'lib, ularning asosiy qismi ushbu soddalashtirilgan xizmatlardan foydalangan. Davlat xizmatlari markazlariga murojaatlar soni esa 30% ga kamaydi. Bu esa masofaviy xizmatlar salohiyatini oshganini ko'rsatadi. 3 qadam tamoyili bu fuqarolar uchun davlat xizmatlarini oddiy, tezkor va qulay qilish yo'lida tashlangan muhim qadamdir. Bu yondashuv xizmat ko'rsatish madaniyatini yangi bosqichga olib chiqib, aholining davlat organlariga bo'lgan ishonchini mustahkamlashga xizmat qilmoqda. E'tiboringiz uchun rahmat.